Yoqimsiz zarda kun davomida bezovta qiladi. Jig'ildondagi olov kayfiyatni doim buzadi. Ortiqcha chidash shartmi? Nol paza zardani bartaraf etadi. Nol paza zardasiz kunning yorug' tarafida bo'ling. Voy opa-ey, singlim bor deb yo'qlab keladigan kuningiz bor ekan mana. Qarang, ko'rishmaganimizga ham 6 oy bo'pti, opa. Yo'q. Ha. O'zim uyingizga bir ko'rib kelay deb boray desam, do'koningizdan beri kelmaysiz. Endi singlim, do'konning ishini bilasan-ku. Do'konni hech kimga ishonmayman. Dilbarni uzatib yuborganimdan keyin do'konning ishlari hammasi o'zimga qolib ketdi. Ha. Shu desang, bir narsani o'ylab yuribman-da. Nimani, opa? Shu qizing Hilolani Ha. o'zim kelin qilsam-chi? Voy. Ha, nima qilaman begonadan qiz olib? Yo'q, opa. Ha, Hazillashyapsizmi? nimaga hazillashaman? Birinchidan kuyovingiz ham rozi bo'lmaydi. Keyin o'zingiz ham bilsangiz kerak, qarindoshdan kelin qilmanglar deb mana televizorda ham har kuni gapiradi. Qo'ying, opa, qo'rqaman-da men. Bo'lmaydi. Namuncha noz qilmasang endi sen ham. Ha, qizingni bersang, bitta opangga beribsan-da. Begona sinalmagan joyga bergandan ko'ra, ha, o'zimga bersang bo'lmaydimi? Qo'yningdan to'kilsa qo'njingga degan gap bor. Opa. Yayrab, mazza qilib yuradi men uyimda, erkak kelin bo'lib. Bir umr yiqqan terganimga egalik qiladi. O'zi bittagina o'g'lim bo'lsa, topganim o'shanikida. Shu topganlarimga begona ega chiqmasin deyapman-da, singlim. Endi opa, turmushda o'zingiz bilasiz, nimalar bo'lmaydi. Gap qochishi bor, er-xotin arazlashishi bor. Shunaqa paytda ikkalamizni o'rtamizga sovuqchilik tushib qolmasin deyman-da. O'zi bittagina opam bo'lsangiz. Sen ham bir vahimani uyasisan-da. Bunda bir yaxshi tomonlarini o'ylagin. Bilasiz, Hilola endigina 2-kursda o'qiyapti. Salkam 15 million kontrakt pulini to'lab o'qitamiz. Ertaga turmushga chiqsa, kelinlik xizmati bor, farzandli bo'lishi bor, bu yoqda o'qishi. Qizim qiynalib qoladi, opa. Mayli. Ha, shuning uchun menga berishing kerak-da. Voy, ha, bolali bo'lsa mana men borman, sen borsan. Ha, qarab turmasmiz? Kontraktini mana o'zim to'lab qo'yaman, nima deyapsan? Xudoga shukr, ular joyda emasman. Kerak bo'lsa o'zim o'qitib olaman. Bilmadim, opa. O'zi to'g'risi hayron qoldim hozir. Hayron qolma. Bir kuyovingiz bilan, dadasi bilan maslahatlashib ko'ray. Maslahatlash. Eringni ham ko'ndir. Opam to'g'ri aytyapti. Haqiqatdan ham nima qilaman begonaga qizimni berib? Qo'shnilar orasida 7 yot begonaga qizini berib, og'zi kuygan qancha. Opam o'ziga to'q. Jiyanim Abror aqlli, xushli bola. Opamni chizgan chizig'idan chiqmaydi. Ichmaydi, bekor yurganini ko'rmayman. Har qalay ko'z oldimda katta bo'lgan. Qani, dadasi kelsin, bir maslahat qilib ko'raman. Rahmat. Ha? Bezovtasan? Tinchlikmi? Ha, yo'q. Nima gap? Gapirsen-chi, o'tir bunda. Xo'sh, tinchlikmi, nima gap? Shu desangiz,
Boya opam mehmon bo'lib kelgandilar. Yaxshi ekanlarmi? Yaxshi o'tirishgan ekanmi? Yaxshilar, rahmat. Sog' salomat ekanlar. To'g'risini aytsam, opam biznikiga sovchi bo'lib keldilar. Qizingni o'zim kelin qilaman deydilar. Bu gap qayerdan chiqdi? Opang jinni bo'lib qolganmi? Bo'lmaydi. Men qarindoshga qiz bermayman. Men ham xuddi shu narsani aytdim, yo'q dedim boshida. Ha. Ammo keyin o'ylab ko'rdim dadasi. Hilolani opamga uzatsak yaxshi bo'larmidi? Bir qaraganda o'zimni jigarim, bittagina o'g'illari. Qizimdan ham ko'nglim to'q bo'lardi. Opam qizing o'qishini davom ettiradi, kontraktidan xavotir olma, o'zim to'layman dedilar. Xullas hamma og'irchiligini bo'yniga olib, kelin qilaman, xavotir olma deyaptilar. Qayoqdan quyosh chiqdi o'zi? Opang juda pulga puxta edilar-ku. Endi bu yoqqa kelib sal mard bo'lib ketibdilarmi? Nahotki Hilolani 15 million to'lab o'qitsalar. Ishonma. Boshim ortmagin, qo'y bunaqa gaplarni. Dadasi, begona baribir begona. Opam nima bo'lganda ham o'zini jigarini xo'rlatib qo'ymaydilar. Onasi, xuddi qizing o'tirib qolayotgandek gapirasan-a. Shoshilma. Qizing avval o'qishni bitirsin, biron joyga ishga kirsin, turmushga chiqish qochmaydi. Shoshilma. Qiz bolani tengi chiqsa tekin ber deyishgan. Jiyanim Abroram yaxshi bola bilasiz-ku. Og'ir bosiq, ish joyi tayin. Keyin hozirgi yigitlarga ishoncham yo'q. Shuning uchun opamni o'g'liga berganimiz ma'qulmikin deyman-da dadasi. Mana, qo'shnimiz Lazoket opani qizi bor-ku, bilasiz. Ko'chada bir tanishib qolgan begona bir yigitga uzatdilar. Mana nima bo'ldi? Qaytib kelib o'tiribdi. Butun mahallaga gap bo'lib yotibdi. Haydi taqdirda. Bu yog'idan kelsangiz, kuyov giyohvand bo'lib chiqqan. Mana Lazoket opa endi qizini bebaxt qilgani qoldi. Lekinchi sen qizingni ko'ngliga quloq sol. O'zi nima deydi? Shuni eshit. Xo'p, o'zini ra'yiga qara. Bunda o'ylab qaraganda haqiqatan ham ko'rgan, bilgan odamingga qiz uzatgan ma'qul. Shuni aytaman-da. Boyadan beri nima deyapman sizga? Lekin opangning ozgina tajayroq fe'li bor-da. Qizing unga chidarmikin? Lekin sen haqsan. O'g'il Abror yaxshi yigit. Juda yaxshi yigit. Opamni ham bilasiz, bir qop yong'oq. Shaldir-shuldir qilgani bilan ko'ngillari toza, birovga yomonliklari yo'q. Qizing oldidan bir o'tib ko'rchi. Bo'lmasa, Hilola hali o'qishdan keladi-yu. O'shanda yotig'i bilan o'zim gaplashaman. Qo'rqitib qo'yma, sekin gapir, xo'p? Xavotir olmang. Keyin aytasan. O'zim bilaman. Voy oyi, kech bo'ldi-yu, hali ham uxlamadingizmi? Xullas, shu desang bugun senga sovchilar keldi. Voy oyi, xuddi birinchi marta sovchi kelgandek hayajonlanishingizni. Qizim hali o'qiydi deb qaytarib yubordingizmi? Qizim, sen gapimni oxirigacha eshitgin. Sovchi begona emas. Kim? Kim bo'lardi? Mastura xolang-da. Mastura xolam? Ha? Kimga so'rab kelibdilar? Tavba qildim-ey. Kimga bo'lardi? Bitta o'g'li Abrorga-da. Oyi, nimalar deyapsiz?
Bu gap qayoqdan chiqdi? Endi bir kami Abror akamga turmushga chiqishim qoluvdi. Yo'q, qo'ying. Voy, qo'y qizim, endi qaysarlik qilmagin. Holingni bilasan, o'zimizniki. Yashash sharoitlari, turmushlari yaxshi. Xoling uyda yayrab, yashnab yurasan, begona joy emas. Keyin opamga kelin bo'lsang, men ham xotirjam bo'laman-da qizim. Oyi, o'lib qolsam ham qarindoshimga kelin bo'lmayman. Bildingizmi? Abror! Abror! Hozir. Qahva sovidi. Kelib ich. Hozir oyi. Assalomu alaykum oyi. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi o'g'lim. Yaxshi dam oldingmi? Rahmat. Nima ishing yo'qmi? Rosa uxlading bugun. Kecha ozgina charchab qopman. Shunga biroz uxladim. Ha, yaxshi. Ich. Shu desang o'g'lim, shu opayni uzatganimizdan keyin ro'zg'orning ishi o'zimga qolib ketdi o'g'lim. Keyin ana do'konning ishi ham og'irlik qilyapti. Qay biriga ulgurishni bilmayapman-da. Oyi, do'konga ishchi olaylik desam o'zingiz ko'nmayapsiz. Bu yerda men hech kimga ishonmayman. Do'konni ham o'zim eplayman. Ammo osh-ovqat, uy ishlari meni charchatib qo'yapti-da. Nima demoqchiligingizni tushundim. Tezroq uyga kelin olib kelmoqchisiz. Ha, o'lma. To'g'ri topding. Ana, o'qiding, endi ishlayapsan. Endi boshingni ikkita qilish payti ham keldi. Oyjon, to'g'risini aytsam, shu haqda sizga gapirishga iymanib turgandim. Bu yog'ini so'rasangiz, onam, endi qiz qidirib ovora bo'lmang. Ha? Bu gaping bilan kelin tayyor demoqchimisan? Ha? Shunaqa desa ham bo'ladi. Oyi, to'g'risi bir qiz bor, men yoqtiradigan. Qanaqa qiz? Birga ishlaymiz. Ismi Guli, aqlli, odobli. Onasini bitta-yu bitta qizi ekan. Shu qiz menga ma'qul, oyi. O'sha boshingni aylantirgan qiz o'lgurini tagizotini surishtirdingmi, ha? Ota-onasi kim ekan o'zi? Surishtirdim. Asli vodiylik ekan. Hozir Toshkentda yashashar ekan. Lekin oyi, bir tomoni bor-da. Dadasi ancha yillar oldin onasini tashlab ketgan ekan. Nima? Sen bola esingni yeb qo'yibsan. Menga bunaqa oilasini eplolmagan, qalang'i-qasang'i tagzotini tayini yo'q, uni ustiga otasi yo'q, kelinni keragi yo'q. Qizi ham boshidan qolsin, hammasi kerak emas. Oyi, darrov xulosa qilmang. Men senga nima dedim? Gapimni tushunmayapsanmi, a? Bunaqalarning hiylasini men juda yaxshi bilaman. Seni kuyov qilib oladi-da, bir bahona topib, o'zini yoniga chaqirib oladi. Keyin ikki o'tda orasida sarson bo'lib yuraverasan, alakani itiday. Topgan joying qursin. Otasi tashlab ketganmish. Eshitishni ham xohlamayman. Boshqa bu qiz haqida gapirma menga. Oyi, Guli qiyinchilik ko'rgan juda ham tarbiyali qiz. Ey. Yoshida kuydim, o'ldim bo'laveradi. O'g'lim, hamma ham sevganiga uylanavermaydi. Menga qara o'g'lim. Bu kitobni yop endi. Agar o'sha qizni deydigan bo'lsang, men aslo rozi emasman. Mana o kallangni sal ishlat, ey bola. Oyi, kelajakda o'zim yashaydigan qizni o'zim tanlasam nima bo'pti? Ey bo'ldi-ye. Agar o'sha qizni uyimga boshlab kelsang, u dunyoy bu dunyo sendan rozi emasman. Agar bu yog'ini so'rasang, men senga allaqachon qiz topib qo'yganman.
Kim ekan? Begona emas. O'zimizniki. Kimligini bilsam bo'ladimi? Ha, Hilola-da. Hilola? Ha? Xolamni qizini aytyapsizmi? Ha-da. Serfarzand, serdavlat bo'linglar. Iloyim, iloyim. Rahmat, baxtli Salomat bo'l. bo'linglar. Baxtli bo'linglar. Voy, Ilohim, ha? xudayam bo'ldik opa. Bolalarimiz O'zim o'rgilay. rohatini ko'raylik. Ilohim, Rahmat, ilohim, ilohim. baxtli bo'lishsin. Abror aka, haligi sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Tezroq ayt. Shoshilyapman. Ertadan o'qishim boshlanar ekan. Xo'p, yaxshi. Men nima qilay? Yaxshilikka yaxshi-yu, o'qishimni to'lov pulini to'lashim kerak ekan. Endi bunaqa gaplarni oyimga aytasan. Men qanday aytaman? O'zingiz tushuntiring. Shartda chiqib ayt bo'ldi. Menga qolsa, umuman o'qimaganing ham yaxshi. Bu nima deganingiz? Nega o'qimas ekanman? Axir xolam meni o'qitaman deb va'da berganlar. Menga qara. Boshimni og'ritmagin. Bunaqa mayda-chuyda gaplarga umuman toqatim yo'q. Ber bu yoqqa. Bor nima gaping bo'lsa chiqqanda ana oyimga ayt. Doim shunaqa. Abror aka menga mehrsiz, beparvo. Menimcha, ular menga xolamni qistovi bilan uylangan. Demak, yana o'zim xolamga tushuntirishim kerak. Oyjon. Tinchlikmi? Bir-biringga imo ishora qilib qoldilaring, pichir-pichir qilib. O'qishiga ruxsat berar ekansiz. Bugun o'qishiga borar ekan. Kelin o'qishga tushib ketsa, ro'zg'or ishlari yana o'zimga qolib ketar ekanda, a? Do'kon bilan uyni o'rtasida bo'zchini mokisida yuranar ekanman-da. Men qara, sen o'qishingni yig'ishtirsang bo'lmaydimi? Voy Abror aka, sizga aytishga oson. Axir o'qishga kirishim oson bo'lmagan. Ozgina qolganda tashlab ketmayman-ku. Menga umuman farqi yo'q. Menga qolsa, ostona xatlab chiqmaganing yaxshi. Bo'pti o'g'lim, sen ko'p qizishma, asabiylashma. Men o'zim gaplashib olaman. Choyingni ichib ishingga bor. Xola, voy, uzr oyjon. O'zim hamma ishlarga ulguraman. Faqat o'qishimni davom ettirsam bo'ldi. Axir, Bo'pti, borarsan o'sha o'qishingga, borarsan. Menga qara, hozir men bularni hammasini yig'ib, hamma yo'g'ini to'g'rilab, chiroyli qilib, iloji bo'lsa bugun kechqurun osh qilamiz. Zirvagini tayyorlab ketsang, kelganingdan keyin bemalol guruchini solaverasan. Tushundingmi? Xo'p. Bo'pti oyijon, men shoshib turibman. Bitta duo qiling, ketay. Mayli. Iloyim, kuning xayrli o'tsin, omadingni bersin bolam. Allohu akbar. Yaxshi borib kel. oyjon. Ha, yana nima gap? Shu o'qishimni kontrakt pulini to'lashim kerak edi. Hali seni kontrakting ham meni boshimdami, a? Qancha to'lash kerak o'zi? Hozircha yarmini, 7,5 million. Ha, oying bilan dadang hech bo'lmasa yarmini to'lab qo'ymabdi-da. Nima ular Masturani tilladan tog'i bor deb o'ylashadimi? To'y bilan bo'lib to'la olmadilar-da. Endi qizim shoshmay turasan.
Bu dang'illama to'ydan keyin sal o'zimga kelib olishim kerak. Oyijon, uyda ortiqcha mablag' bo'lmasa, kredit olsak bo'lmaydimi? Ja dono bo'lib ketibsanmi? A? Maslahatim tappa tayyor. Kreditni kim to'laydi? Uydagilaringmi? Og'zingni bir chekkasidan chiqib ketyapti? Oyijon, hozir ayollar uchun ta'lim kreditlari chiqib ketgan. Unaqa narsalarni men umuman tushunmayman, tushunishni ham xohlamayman. Endi o'qishimni to'lov muddati belgilanganda, agar muddatigacha to'lolmasam, talabalar safidan chiqib ketishim mumkin. Nima meni bu gap bilan qo'rqityapsanmi? Ha? Chiqarib yuborsa, ko'nglimdagidek ish bo'ladi. Turmushga chiqqan ayolsan, hademay bolali bo'lasan. O'qiganing bilan nima? Bir joyda ishlarmiding? Xuddi menga shahar olib beradigandek. O'zi Abror to'g'ri aytdi, o'qishingni yig'ishtirib qo'ysang ham bo'lardi. Oyi, o'zi ozgina qoldi o'qishim tugashiga. Yarmidan tashlab ketmayman-ku. Keyin oyimga ham va'da qilgansiz, o'qishni davom ettiradi deb. Shartnoma pulini ham o'zim to'layman degansiz. Ha. Shu joyini qulog'ingga mahkam quyib olgan ekansan-da. Qo'limga pul tushsin bir gap bo'lar. Hozir imkoniyatim yo'q. Menga qara. Bor o'qishingga kech qolyapsan. Bor. Xo'p. Indamasam otni kallasidek shartnoma pulini ham meni boshimga ilib qo'ymoqchi. Ahmoqing bormi? Boshida ota-onasi bor. O'zimni u yoqqa bu yoqqa tashlasam, mendan soqit bo'ladi. Na iloj, ota-onasi kontraktini to'lab berishga majbur bo'ladi. Voy. Voy, o'lib qo'ya qoling. Tinchlikmi? Hilola, yig'layapsanmi? Ha? Nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Gapirsang-chi, nima bo'ldi? Oyi, xolamga kelin bo'lishni xohlamagandim. Mana opajoningiz halitdan boshladi menga nag'masini. Nima bo'ldi o'zi? Bunda tushuntiribroq gapirsang-chi. Bugundan o'qishim desam, o'qimasang ham bo'ladi deyaptilar. Shartnoma pullarini to'lash kerakligini aytsam, pulim yo'q deyaptilar. Endi nima qilamiz, oyi? Oyi, yuragimni yorvording-a. Ha, nimadir bo'ptimi deb o'ylabman. Shunga shunchami? Ha, sen ham ozgina tushun, ular ham yaqinda to'y qildi. Dabdabali qilib bunaqa to'y qilishni o'zi emas. Balki hozir ozgina qo'llari kaltalik qolgandir. Pullari yo'qdir. Ha, ozgina sabr qilib tursang bo'lmaydimi? Bilaman. Oppangiz pulga juda ham puxta. Bir so'mning ustida o'lib qoladilar. Meni o'qishimga pul to'lamoqchi emaslar shekilli. Ke qo'y, bo'lmagan gapni gapirmagin. Opamga o'zim tushuntiraman. Ha, sen ham eringga yotig'i bilan aytgin. Qo'ysangiz choyi. Abror aka meni muammolarimga bosh qotirmaydi. Voy, Erta ketib, kech qaytadi. Men bilan tuzukroq ham gaplashmaydi. O'qishdan og'iz ochgandim. U ham onasini tomoniga o'tib oldi. mayli. Opam bilan o'zim gaplashib ko'raman. Axir to'ydan oldin qizingni o'zim o'qitaman deb va'da qilgandilar. Bilmayman nimaga bunaqa bo'ldi ekan. Oyjon, bu yoqqa kelganimni hech kim bilmaydi. O'qishdan barvaqt chiqib qoldik. Shunga birovga kirgandim. Bora qolay. Qizim, bo'lmasa ko'nglingni to'q qilgin-da, uyingga bor. Opamga aytaman, hammasini o'zlari hal qiladilar. Mabodo shartnomangni to'lashni xohlamasa, bilasan, dadang bilan men qarab turmaymiz. O'zimiz hal qilamiz. Xo'pmi? Xo'p. Tur bo'lmasam, seni kuzatib ora qolay, kech bo'lmasdan uyingga yetib olgin. Ha deb ko'zingni bunaqa yoshga to'ldirmagin. Tushundingmi? Bo'la qol bolam, tur. Yur. To'g'risini aytsam, o'zi bir masalada gaplashgani kelgandim siz bilan. Nima gap?
Shu desangiz, Hilolani shartnoma pulini to'lash kerak ekan. Shunga nima qilamiz endi, opa? Voy tavba. Ha, biroz sabr qilib tur desam, darrov senga borib yetkazdimi? Ha? Voy tavba. Ha, endi bu bechora ham nima qilsin, opa? Ha, pul to'lashni ham o'zini belgilangan muddati bor ekan. Uni vaqtida to'lamasa, keyin shunaqa qolib ketgan talabalarga chora ko'rilar ekan. Hatto o'qishdan ham haydab yuborishar ekan. Zo'rg'a kirgan o'qishga haydalib ketmasin deyman-da endi. Haydasa haydar, menga qolsa umuman o'qimagani yaxshi. Voy, opa. Endi kelin bo'ldi. O'qigani bilan qatgacha borardi. Ha, nima? Hadimay bolali bo'ladi. Keyin ko'chaga ham chiqolmay qoladi bola bilan bo'lib. Opa, ha bu nima deganingiz? Odamlarni bolasi yillab harakat qilib o'qishga kira olmaydi. Tayyor o'qib turgan joyda endi tashlab ketmaydi-ku. Endi menga qara. Odam eplasa o'qish kerak-da. To'g'risi ko'rding, men ham dabdabali to'y qildim. Ozgina qarzga ham botdim. Hozir ozgina qiynalib turibman. Shunga gap ochig'i shartnomasini to'lab bera olmayman. Hoy, opa, ha Hilolani kelin qilayotganingizda va'dalaringiz ja boshqacha edi-ku, ha? Darrov esidan chiqibdi-da endi. O'shanda sizga aytgan edim. Boshqa joydan kelin qiling dedim. Hali qizim yosh o'qiydi dedim. Yo'q deb xolijonimga qo'ymasdan turib oldingiz. Endi ishingiz bitib, eshagingiz loydan o'tibdi-da. Darrov o'sha gapimni ushava sen ham endi. Ha, men ham bundoq sharoitimga qarayman-da, singlim. Yo. Mayli, sizni tushundim, opa. Demak, hozir Hilolani kontraktiga pul yo'q demoqchisiz, to'g'rimi? To'g'ri. Qarzlarim bor. Qo'ying, opa. Yaxshi ham shuncha do'konlaringiz bor. Ani o'g'lingiz ishlayapti. Ha, undan ko'ra qizingni shartnomasini to'lashga ko'zim qiymayapti deb qo'ya qoling gapni ochig'i. Ey. Bitta gapni namuncha rezinkadek cho'zding sen ham, ha? Ha, kelin degan ham tushgan joyini, shart-sharoitini mundoq bir hisobga olish kerakmi? Sizni tushundim, opa. Demak, Hilolani o'qitish niyatingiz yo'q. Lekin bilib qo'ying, men qizimni o'qishini yarim yo'lda qolishiga yo'l qo'ymayman. Xullas, dadasi bilan maslahatlashib, shartnoma pullarini ham o'zimiz to'laymiz. Siz hech bo'lmasa shu o'qishiga borib kelishiga sharoit yaratib bering, maylimi? Nega menga jahl qilyapsan? Men ham oilamni sharoitiga qarayman. Ha, imkonim bo'lmagandan keyin nima qilay men ham? O'zi bu dunyoda hech kimga ishonch yo'q ekan. Mayli, tinch o'tiring, opa, bo'lmasam. O'rgildim. Bir ham kalon dumolik qiladi. Qizini begona qilmasdan o'rab-chirmab kelin qilganimga rahmati shumi buni? Ey, osmon qo'lingda bo'lsa tashavor. Sening bo'lsang o'zingga. Singlim, tabriklayman. Siz yaqinda ona bo'lasiz. Abror aka, suyunchi bering. Guli, men faqat sizni sevaman. Hammasini bilasiz axir. Xolamni qiziga uydagilarimni qistovi bilan uylanganman. Unda umuman ko'nglim yo'q, Guli. Kelgan sovchilarga yo'q deb yuboring. Men baribir sizga uylanaman. Kim bilan gaplashyapsiz? Kim u Guli? Hoziroq oyijonga aytib beraman. Hammasini eshitdim. Nimalar deb aljirayapsan? Hech qanaqa Guli yo'q.
Sizni nima haqqingiz bor edi meni baxtsiz qilishga? Sevganingiz bor ekan, o'shanga uylanib ketavermaysizmi? Bu mag'rur gaplarni qo'ysang-chi. Hozir osmonlarda uchgandek xursand edim. Quvonchim ham uzoqqa cho'zilmadi. Doktor menga yaqinda ona bo'lasiz dedi. Ammo bu xush xabarni hazm qila olmasdan turib, siz boshimga gurzi bilan urgandek bo'ldingiz. Hilola? Qayerdasan? Qo'limdagi yuklarni olmaysanmi? Hozir oyijon. Hammasi rasvo bo'ldi. Ha? Kelin poshsha? Yasan-tusan qilib qayerga otlanyapsan? Oyijon, o'qishga ketayotgandim. Bugun darsimiz ertaroq boshlanar ekan. Men darslaringni bilmayman. Nima? Kosa-tovoqlarni hammasini men yuvamanmi, ha? Sen kelguningcha pasha talab turadimi? Ana hovlida gilamni ham ivitib qo'ydim. O'shalarni ham yuvib, yoyish kerak. Oyijon, shu ishlarni o'qishdan ertaroq kelib qilsam bo'ladimi? Keyin doktor menga hozir og'ir ish qilma degan. Doktorlaring aytaveradi. O'lmagan bizni jonimiz ekanda. Hech narsa qilmaydi. Kichkinagina gilamcha. Ko'tarmasang ham hech bo'lmasa yuvib qo'ygin, o'zim osib qo'yaman. Oyijon, kech qolayotgandim. Ketsam maylimi? Ko'p gapirmasdan kiyimlaringni almashtirib chiqqinda, ana o gilamni yuvgin. Tushundingmi? Yana nima bo'ldi? Abror aka, iltimos, mazam bo'lmayapti. Dorixonaga chiqib dori olib kelib bering. Darrov dori ichaman deb turasanmi? Bor toza havoda aylanib kelsang bo'lmaydimi? Abror aka, bekordan bekorga kasal bo'lmagandirman. Salqin havoda xolam hovlidagi burchatkalarni yuvdirdilar. Yana tunov kuni ham muzdek suvda gilam yuvdim. Sen ham bir hech minnatsiz ish qilmas ekansan-da. Onam to'g'ri aytadi. Kelinni har bir ishi minnatli deb. Abror aka, men ham sizga umid bilan turmushga chiqqanman. Negadir kelin bo'lib tushganimdan beri na bir og'iz shirin so'zingizni, na bir e'tiboringizni ko'rdim. Bilmasang bilib ol. Men senga onamning yuzidan o'tolmaganim uchun uylanganman. Aslida men boshqa qizni yoqtirardim. Demak, tunov kuni telefondagi gaplaringizni hammasi rost ekanda. Siz o'sha Guli degan qizni sevasiz. Ha, sevaman. Nima bo'pti? Nima uchun unda menga uylandingiz? Shunaqa ekan, onajoningizga xolamni qiziga uylanmayman deb turib olmaysizmi? Ming marta aytdim. Oyman faqat senga yopishib oldilar. Singlimning qizi Hilolaga uylanmasang sendan rozi emasman deb turib oldilar. Meni chorasiz qoldirdilar. Ha, mana endi hammasi ayon bo'ldi. Ishdan uyga kech kelishlaringiz, dam olish kunlari ham uni buni bahona qilib uydan chiqib ketishlaringiz. Hammasi bekorga emas ekanda. Og'zim bor deb vaysayvermagin. Abror aka, hali ham kech emas. Bugunoq uyimga ketaman. Men siz bilan ajrashaman. Hech qachon zo'rlangan osh bo'lishni xohlamayman. Bilganingni qil. Men ham o'zi hammasidan to'yib ketdim. Nima? Mendan shunchalik oson voz kechasizmi? Hatto tug'ilajak bolamiz ham ko'zingizga ko'rinmayaptimi? Uni kelajagi nima bo'ladi deb o'ylab ko'rmadingizmi? Menga qara. Menga hozir hech qanaqa bolani keragi yo'q. Ana,
Opajoning bilan jiyaningni qilgan ishini ko'rib qo'y. To'ydan oldin bir qop va'dalar bergandi. Opam boshida ko'taveradi, jiyanim qizimizni baxtli qiladi deb. Mana, qani o'sha baxt? Ha endi dadasi hamma ro'zg'orda ham tushunmovchilik bo'ladi. Oilada bo'ladigan ishlar bular. Oyi, o'lsam ham u uyga bormayman. Ajrashaman. Abror akam, senda ko'nglim yo'q, boshqasini sevaman desa qanday bezrayib borib turaman. Ko'p aljiramagin bunaqa. Jahl ustida erkaklar gapiraveradi, shunaqa bo'ladi. Bu gap qayerdan chiqdi o'zi? Jiyaning xotinlik bo'lib olib, endi qilig'ini chiqazyaptimi? Oyi, sizga xolamga kelin bo'lmayman deganimda ko'nmadingiz. Xolam meni kelinlikka emas, qullikka olgan ekan. Meni orzu havaslarim bilan ishlari yo'q. O'qishingni tashla deb ochiq-oydin aytayaptilar. Ya, Oyi, tushuning. Ular bilan murosa qilib bo'lmayapti. Endi nima hozir seni deb yakka yolg'iz opamdan judo bo'lamanmi? Bekorlarni aytibsan. Hamma gaplarini unutasan-da, hech narsa bo'lmagandek borib yashaysan. Bu yoqda dadangni ham yuragini siqyapsan. Hech qachon qaytmayman, eshitdingizmi? Hech qachon bormayman. O'sha sevimli jiyaningiz tug'ilajak bolamdan voz kechdi, bilasizmi? Nima? nima? Buni sizlarga qanday aytaman? Bo'ldi, bas. Eshitib ol. Hilola qaytib opangnikiga hech qachon bormaydi. Ajrashadi. Tamom, vassalom. Dadasi, asabiylashmang. Jahl chiqqanda suyaksiz tilga nimalar kelmaydi axir. Endi Abroram yosh, hali bular yangi oila bo'lsa o'ylamay gapirib qo'ygan jahl ustida. Doim shu jiyaningni yonini olasan. Qizingni o'ylaysanmi? Oy. Menga qara Hilola. Gapimni eshit, asal qizim. Bilasan-ku, turmushda nimalar bo'lmaydi. Hali yangi oila, sizlar ko'nikib ketasan hammasiga, xo'p. O'zim hozir olib borib tashab kelaman. Hammasini unutib, chiroyli yashagin, xo'p. Ha qizim, boramiz, ha? Men uyiga qaytib bormayman. Voy, Hilola, senga nima bo'ldi qizim? Hilola! Hilola, ko'zingni och. Hozir. Hilola, ko'zingni och. Doktor chaqir. Suv ber, suv ber. Hilola! Hilola! Ko'zingni och, qizim. Senga nima bo'ldi? Yugur, yugur. Telefonimni olib chiq. Bo'la qol. Hilola, meni qo'rqitmagin, jon qizim. Hilola, ko'zingni och, bo'lam. Hilola! Hilola. Qizim. Hali ham yotibsanmi? Tur endi, bolam. Qizim, bunaqa yoturma. Bunda toza havoga chiqsang-chi, a? O'zingni ozgina qo'lga ol. Bunaqa yotganing bilan foydasi yo'q. Oyi, boshim lo'qqilab og'riyapti. Har xil bema'ni xayollarni boshingdan chiqarib tashla. Ozgina chalg'ishga harakat qil. Mana ko'rasan, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Qizim, buni turmush deb qo'yibdi. Turmushni mushtini chidaganga chiqargan. Ha, bugun opam kechga kelib sendan xabar oladi. Narsalaringni ham tayyorlab qo'ydim. Hammagina qudratni unutganda uyingga bor, qizim. Issiq o'rningni bunaqa sovutma. O'zingdan tinchib yasha. Oyi, shuncha gap so'zdan keyin qanday boraman? Abror akam ham hali tug'ilmagan bolani menga kerakmas dedi.
Bu gapni hazm qilib, hech nima bo'lgandek yashab keta olmayman-ku. Endi Hilola jahl kelganda aql ketadi. Opam aytdi, hozir Abror ham hamma aytgan gaplariga pushaymon bo'lib o'tirgan ekan. Yo'q, oyi. Endi uyga qaytib bora olmayman. Kalta o'ylama, qizim. Oila bu senga o'yinchoq degan narsa emas. Keyin seni ajratib uyga olib keladigan ahmoq ham yo'q. Bu savdo kimlarni boshidan o'tmagan axir. Nasib qilsa, hali eng baxtli ayol bo'lasan, bolam. Ozgina sabr qilgin. Hali hammasi iziga tushib ketadi. Bo'pti qizim, tezroq tura qol. Hademay qaynonang ham kelib qoladi. Bu yotishing yaxshi emas. Tura qol, o'zingni qo'lga olgin. Senga achchiqqina qilib mastava qilib qo'ydim. Ichib olsang, o'zingga kelasan. Xo'pmi? Bo'la qol. Men ovqatni suzib turaman. Tura qol, bolam. Bunaqa yotganda foyda yo'q, tur. Hilola! Hilola! Labbay oyijon. Senga qo'ng'iroq bo'lyapti, qara. Alo, assalomu alaykum. Ha, menman. Tojieva Hilolaman. Ha, ko'rikkanmi? Ha, boraman, albatta. Rahmat sizga. Xo'p. Xayr. Ha, yana doktoringmi? Ha, oyijon. O'ziga tushishim kerak ekan. Shunda ham urishyapti, kelmayapsiz deb ayollar shifokori. O'sha doktorlaring nimani ham bilardi, ha? O'zidan soqit qilsa bo'ldi, poliklinikasiga chaqiraveradi. Nima foydasi bor ekan, hayronman. Oyi, endi qoidasi shunaqa ekanda. Mayli, borsang bora qol. Ammo 1 soatda qaytib kelgin. Uyda qiladigan ishlar ko'p. Bor. Xo'p, oyijon. Qayerda qoldi ekan bu qiz, ha? Qachon kelarkin, ha? Do'konning ishi ham qolib ketdi, rasvo bo'ldi. Hozir kelsin. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Hilola, qayerda yuribsan? Namuncha? Nima o'sha poliklinikaga seni boylab qo'yishdimi? Oyijon, navbat ko'p ekan, shunga kutib qoldim. Tahlil natijalarini ham kutmadim. Kutib qolavermabsan-da, birato'la qolib ketarding. Uzr oyijon. Bor, kiyimingni almashtirib chiqib, bilib ishlaringni qilgin. Xo'p bo'ladi. Oyijon, ertadan o'qishim boshlanar ekan. Dadam shartnoma pulini to'labdi. Shunga ruxsat bersangiz o'qishga bormoqchi edim. Yaxshi bo'pti-da. Erta bo'laversin, o'ylab ko'ramiz. Doim lop etib bir narsani tiqib turmasang bo'lmaydi o'zi. Hali ham shu yerda turibsanmi? Tez qimirlamaysanmi? Bor. Voy, yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Oyi, hozir yuragimga choy sig'armidi? Nima gap o'zi, qizim? Qo'rqqan narsam bo'ldi, oyi. Nimalar bo'ldi? Qo'rqitmasangchi, gapir. Oyi, doktorlar bolamda tug'ma nuqson borligini aniqlabdi. Voy sho'rim. Iloji bo'lsa, bu homiladan voz kechgan ma'qul deyishyapti. Nima qilay, oyi? Qanday qilib bolamdan voz kechaman? Voy, o'lmasam endi nima bo'ladi? O'zi shu yetmay turgandi. O'shanda aytgandim opamga. Voy, endi qo'rqqan narsam bo'pti. Oyi, hali qaynonam bilan erim bu haqida bilmaydi.
O'zingni qo'lga ol. Hozir birga boramizda ering bilan opamga o'zim hammasini yotig'i bilan tushuntiraman, xo'p? Men hozir kiyimimni almashtirib chiqay. Sen mana shu issiq choydan ichgin, xo'p? O'zingni qo'lga ol, bolam. O'zingni qo'lga ol. Hozir chiqaman. Ey Xudoyim. O'zi shu narsa yetmay turgandi menga. Bilib qo'y, menga sog'lom farzand kerak. Nogiron bolani menga keragi yo'q. Bo'ldi qilsen ham. Doktorlaring xudomidi? Bekorlarni aytibdi. Mana ko'rasan Hilola, bola soppa-sog' tug'iladi. Oyi, men sizga 1000 marta aytdim. Yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh bo'lmaydi dedim. Siz esa hech narsa bo'lmaydi deb turib oldingiz. Mana nima bo'ldi? Shu kerakmidi sizga? Siz bilan quda bo'lganimga ming pushaymon bo'lib o'tiribman, to'g'risi. O'shanda yalin sezam, yolvor sezam, sendan voz kechaman, yuz o'giraman desam, yo'q deb turib olsam bo'lar ekan. Shu ko'rgiliklar boshimda bo'lmasmidi o'shanda? Endi sen shoshma singlim. Hali nima gap, nima so'z? Opa, siz tushuning, hozirgi zamonda Doppler, Uzi xulosalari hammasi aniq-tiniq bo'ladi. Hammasi to'g'ri bo'lib chiqadi. Keyin ularga zarilmi? Yolg'on gapirib, bizni aldab. Sog'lom bolani nogiron bola demaydi-ku. Eng to'g'ri yo'l homiladan voz kechish. Boshqa yo'li yo'q, opa. Oy, bo'ldi, men ajrashaman. Bundan boshqa choram yo'q. Yuring ketdik. Bu uyni yelkamni chuquri ko'rsin. Hoy. Yuring. Hoy, agar mana shu ostonadan xatlab chiqib ketsang, o'g'limni boshqasiga uylantiraman. Onasi o'pmagan qizni olib beraman, tushundingmi? Xola, bilganingizni qiling. O'rgildim sendan. Hali shoshmay tursanglar. Singlim ekanligingga ham qarab turmayman. Onasi o'pmagan qizni olib beraman. Qator farzandlar tug'ib beradi. Opangga ham qoyilman. To'y qilib seni aytmasa-ya, ikki o'rtada og'zi kuygan bizmiz-u, yana araz qilganni-chi. Dadasi, meni kechiring. Agar hozirgi aqlim bo'lganida opam yalinib yolvorsa ham qizimizni bermagan bo'lardim. Bekorga aytishmaydi-da. Xudo bo'lding, judo bo'lding deb. Dadasi, nafaqat yolg'iz opamdan judo bo'ldim. O'z jigarimga qiz berib, bolamni ham baxtsiz qildim. Abroram erkak kishi, unda ayb yo'q. Mana uylanib ketdi. Ammo Hilola kelgan sovchilarni hammasini qaytaryapti. Mayli endi. Bo'lar ish bo'ldi. Hamma narsa sekin-sekin o'z iziga tushib ketadi. Hademay o'qishni tugatadi, ishga kiradi. Hali Xudo xolasa qizimizni baxti omadi oldinda. Balki bu sinovlar ortida qandaydir bizga ajrlar, yaxshiliklar bordir. Mayli. Ilohim aytganingiz kelsin, dadasi.